Afg'oniston Savdo-sanoat palatasi va O'zbekiston kichik biznes uyushmasi bilan birgalikda bugun biz Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi biznes aloqalarini mustahkamlash uchun Afg'oniston Savdo-sanoat palatasining ichida ikki davlat tadbirkorlari bilan uchrashuv belgiladik. Va inshaalloh bugungi uchrashuvimizdan juda ham bir katta umidimiz bor. Buni ortidan umid qilamanki, ushbu uchrashuv ikki davlat orasidagi savdo va do'stlik uchun yangi bosqich bo'ladi. Akalar, mana shu mashinamiz zirhlangan, men bu yerga o'q tekkan. Ko'rishinglar mumkin eshik qalinligini. Aynan shu mashina 8 tonna ekan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Zirhlanganligi uchun 8 tonna. O'zi 3,5-3,6 tonna bo'ladi bu mashina dedilar. Mana shu zirhlangani sababli 8 tonna ekan. Mana bu hammasi temir. Bagajligida ham ko'ringlar, eshigi ikkita. Ichkaridan bu, tashqaridan mana bunisi. Lekin o'q tekkaniga maza qildim. Haqiqatan mana qaranglar. O'quvchi mana bu yoqqa kelib urgan, teshilmaganda. Qoyilmi? Bunaqasini faqat Afg'onistonda ko'rasizlar. O'zbekiston 24 televideniyasi bilan birgaligida biz hozir Afg'onistonni optim bozorlarini aylanib yuribmiz. Bu bozorda hozir faqat dori-darmonlar sotilar ekan. Do'konlar 300 dan oshiq ekan. Va bir oylik arendasi o'rtacha bitta mana bunaqa do'konni $400 ekan. Xullas, tasavvur qilinglar, 300 dan oshiq do'kon aynan mana shu bozorning ichida va hammasida faqat dori-darmon sotiladi. Eng qiziq tomoni shundaki, bu joyda hozir o'zbekistonliklarni taklif qilishyapti. O'zbekistondan dorilarni olib kelib, bu bozorga olib kirib, bemalol sotsanglar bo'ladi. Nimaga? Sababi Afg'oniston aholisi 50 milliondan oshiq. Bu bir, ikki, butun Afg'oniston viloyatlari aynan mana shu bozordan kelib dorilarni xarid qilib ketishar ekan. Xullas, Afg'oniston bilan ishlashga sizga yana qaysi mavzular qiziq, kommentariyada yozib qoldiring, hammasini yoritib beramiz. Mana bu oyoq nima qiladi bu bola? Tozalar ekan-u. Tozalaylar. Kim tozalaydi? Qani, afg'on pullarini qaranglar-da. Oyog'imni tozalattirishga sal uyalaman. Shu tozalattirmay, pulni bera qolay bo'ldi. Dorina. Ko'zi to'qligini qarang bolani. Ol buni. Bolalar qarang aka, olmaydi pulni. Yaxshida tarbiya. Ko'zi to'q. Tarbiyaga shunaqa qattiq e'tibor berish kerak. Bolalarni shunaqa tarbiyalash kerak. Ishlab halol pul topishyapti. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana bilan oldi bola o'qimay sumkali turibman. Lekin aka o'xshayapsiz. Akamiz musofir ekanlar, boshqa viloyatdan kelib, Mazori Sharifda ishlar ekanlar. Ya grozba cham pul me'yobi? 200 rupiya. 200 afg'oniy olar ekanlar. Bir kunda shu 38 ming so'm atrofida pul ishlar ekanlar. Bir oyda bo'lsa $100 ga ham yetib bormayapti. $100 bir oyda ishlash uchun boshqa viloyatdan kelib musofirchilikda ishlab yuribdilar. Tuchan sola, Nuzda sola 19 yosh ekan. Haqiqiy shu qiynalgan bolalar mana shularda aka. Aslida yoshligim esimga tushib ketdi. 7 yoshimda do'qon sotganman. Ana endi sizlarga savol, kommentariyada yozinglar. Birinchi pul ishlashni necha yoshinglarda boshlagansizlar va qanaqa qilib? Qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Kommentariyada yozib yuboringlar. Afg'onistondagi multimilliarder bizani uyiga mehmonga chaqirdi. Buni qaranglar qanaqa probka. Mana shu xonadon juda katta, ichida gumbazlari ham bor. Hozir ko'rsataman men sizlarga. Saroy bu. Ibrohim aka ismlari, Ibrohim. Iboganmi? Mehmonga chaqirdilar, keldi. Aka bu odamni juda katta imperiyasi bor ekan bu yerda. Ha, yo'q. Ha, mehmonxona, bank, restoran. Ha, yo'q. Set ekan. Juda katta set. Iboga keldi. Buni qaranglar. Xullas hozir ichkarini ko'rsatamiz va to'liq bu inson kimligini sizlarga tanishtirib beramiz. Juda katta qarang. 1, 2, 3, 4 qavat ekanda. Familiyalari xullas G'azanfar ekan. Qanaqa? G'azanfar. G'azan? Ha, G'azanfar. Ibrohim G'azanfar. Setlari bor ekan. Orient Finance degan set bor-ku. Hamma narsa. G'azanfar ham seti bor ekan. Bank, restoran, bunaqa profilli. Mehmonxona. Xullas shu nom bilan hamma narsa bor. Keyin nimaga Davron akam bilan o'rtoq bu kishi?
Savolga ham javob topdim. Baliq shahrida, Targoviy palatada rais ekanlar Ibrohim akamiz. Sem. Rahmat. Bo'ldi endi. Biz joyiga tushdi. Siz вообще энциклопедия. Mana sizlarga mehmondorchilik. Allohim hammamizga nasib qilsin shunaqa saxiy boylardan bo'lib, mana shunaqa bir mehmondorchiliklar qilishimizni unutmayli. Go'zal tarzda O'zbekiston Targoviy palatasining delegatsiyasi Afg'oniston bank xo'jayini va Targoviy palatasining raisi Davron akamiz o'zimizni Targoviy palatamiz raisi O'zbekiston 24. Hozir biz Ibrohim akani uylarida mehmonmiz va bu yoqda barcha tadbirkorlarimizni hamma masalalari hozircha hal bo'lyapti. Lekin sizning qanaqa masalangiz bor? Nimani hal qilish kerak? Men asosan tadbirkorlik yoritayotgan nimalar olyapti, afg'on xalqi nima olyapti, o'zbek xalqi nima sotishi mumkin, o'shani sizga o'xshab ko'rsatgani kelgan odamman o'zi aslida. 100% yolg'onligini men ham tan olaman. Biz blogerlar nima qilamiz? Biz analiz qilamiz. Biz bilan ko'ramiz, nimani gaplashyapti, nima qilishyapti. O'zimiz xulosa qilganimizni bularga aytmaymiz, to'g'rimi? Xullas xulosamizni olamiz. Tap ishimizni bitiramiz, bo'ldi. O'sha sizlarga aytasiz kelmanga nima qilmoqchisan, nima xulosa olding? Rostdan men yana aytolmayman endi, aka. Endi mabodoga endi Buni birga qilamiz. bo'ldi. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, mabodo qiziq deb kommentariyada yozsanglar, mo'jiz etib qo'yarmiz. Kim biladi? Erkak odam aytadi. Mo'jiz dedim men aka. Erkak odam может быть aytadi. Mo'jiz dedi. Yozaringlar qilasiz. Afg'oniston Savdo sanoat palatasida bugun majlisimiz bor. Muzaffar aka, bugungi majlisdan qanaqa umidlaringiz bor? Biz tashkilotchimiz shuncha tadbirkorni jamlab yig'ishtirib olib keldik va hamma o'z maqsadi bor tadbirkorlar. O'sha Afg'oniston bozoriga kirmoqchiman deganlarda shu maqsadlari yo'lida endi hamma izlanadi. Biz Afg'onistonga ham taklif bilan chiqqanmiz, shu tadbirkorlarni olib kelyapmiz. Afg'oniston tadbirkorlari shu joyda jamlangan, endi hamma B2B uchrashuv bo'ladi. Savollarga javob, sheriklik, oldi sotdi masalalari hamma o'ziga do'st orttiradi shu yerda. Bugungi uchrashuvimizdan maqsadimiz shuki, biz bilan birga kelgan barcha tadbirkorlarimiz bugun o'zlariga Afg'oniston Savdo sanoat palatasida B2B uchrashuvlar orqali hamkorlar topib, bozorga yaxshilab kirib olishlarini tarafdorimiz. Bugungi uchrashuvdan nimalarni kutyapsiz? Bugungi uchrashuvdan o'zimga kerakli bo'lgan klientlarimni topib, o'shalarga ya'ni O'zbekistonda chiqayotgan o'zimizning mahsulotlarni yetkazib berib, yaxshi bozorni egallab ketish. Bu eng asosiy maqsadim. Zo'r. Shuhrat aka, bugungi uchrashuvlardan nimalarni kutyapsiz? Bugungi uchrashuvdan shu yangi taassurotlar, bozorni o'rganish, yangi kalam topish maqsad shu. Bekzodbek aka, kontentdan tashqari nimani kutyapsiz? Kontentdan tashqari men ishim bitta, aka. 2-3 ta mashina qurish odamlarni topdim. Xudo xolasa endi individualni shug'ullanib gaplashib olsak bo'ldi. Juda ham manfaatli bo'lyapti. Ko'rishinglar mumkin, kimlar qatnashyapti. Kuzatib boringlar. Yana bu qanaqa savollaringiz bo'lsa, agar kommentariyada yozsanglar, hammasiga yechim topib berishga harakat qilamiz. Afg'onistonga, Mozori Sharif shahriga oldi boylarning uyiga keldik. Xullas, men uylari bu kishi un biznesi bilan shug'ullanar ekanlar. Menimcha Toshkentdagi uylarga ham mehmonlikka borganman. Bu odam biz O'zbekistonda ham shuna o'ziga ta'rif bergan edi. Men o'zbekchada aytadi-yu, unpurish degan edi. O'zbekistonda ham un zavodlari bor. Afg'onistonda deyarli hamma yo'g'ini egallaganman un bu sohasi bo'yicha degandi. O'zbekistondagi Toshkentdagi uylarda ham rosa hayratlanib mehmon bo'lgan edi. Bizda taklif qilishdi. Voy biz 100 ga yaqin tadbirkormiz desam, hammaga joy bor dedi. Talashib ham qolishdi. Yana bitta biznesmen chiqdi. Yana kishi bor edi. Savdogar aka bor edi. U ham menikiga keldi. Voy 100 ga yaqin tadbirkorman desam, bor 100 ta odamga joy qilib qo'yaman dedi. Ularda ham o'zi maqsadi mehmon do'st, rosa yaxshi ko'radi mehmon qilishni. Ular ham ishlamoqchi. Biz bilan kelganlar aka o'yinchilar kelgani yo'q. Hamma savdogarlar, izlanib ishlayman deganlar. Shu odamlarni bular ham bilyapti kim kelgan, nima qilgan. Shular bilan kontakt ulaylik, biz ham birgalashib ish qilaylik degan maqsadda taklif qilishyapti. Davlatimiz rahbari va Savdo sanoat palatasiga minnatdorchiligimizni bildirishimiz kerak. Sababi biz o'zimizning mashinalarimizda avtokarvon qilib bormoqchi edik. Ular yo'q deyishdi. Bu ish qilmanglar, bu ancha seryozniyroq narsa. Sizlarga yaxshiroq mashinalar beramiz.
va qo'riqchilar bilan xullas hammasini zo'r qildilar. Aka, haqiqatdan ham o'zimizni mashinamizda mana bu joyga kelsak uyalib qolardik-da. Zo'rlar bo'lardik aka. Maytda hozir endi savlatga yarasha kirib keldik aka. Shunaqa mana qaranglar. Xullas, hozir uyni ichini ham ko'rsataman sizlarga. Akamizni mana xonadonlari aynan mana shunaqa ekan. Faqat mehmonlar uchun dedingizmi bu joyi? Bo'tma. Nima ish qiladilar aslan? Oziq ovqat bor-ku. Xo'p. Biz agar anaqa qilib aytganda O'zbekistonning zapravanochi bor. Ha. Oziq ovqatda eng kattasi shu odam ekan. Bo'ynasi shu odam qo'ldan kiradi. Muzotlari bor ekan. Toshkentda ham bor O'zbekistonda ekan. Butun Afg'onistonni bilan shu odam ta'minlagan. Mana shunaqa joy. Qoyilmisizlar? Aka, gap so'z bo'lishi mumkin emas qani? Hamma yoshi ulug'larga mana shunaqa to'n kiydirishyapti. Mana mehmondorchilik. Yegizib, qorningiz to'g'izib yana sovg'a ham beradi bular. Tayyorlar bor bular. Aka, buni ham ko'paytirishimiz kerak. Kelasi oyga yana bitta tashkillashtirishimiz kerak. Buni qarang, buni ko'rish kerak insonlar aka. Ko'rsataylik deb olib keldi sizlarga. Ko'rsatib 100 ta odamni mehmon qilish o'zi bitta to'y qilishday aka. Shunaqa. Shunchaki mehmon qilib qo'yadi. Qani o'ting qani?